Assalomu alaykum, Mototos kanali obunachilari. Hammani ro'zayi Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa, juda ham Ramazon oylariga katta chegirmalarni e'lon qilganmiz. Shuning sababdan bugun suv nasoslarini, hozirgi eng ko'p ketadigan suv nasoslari, dori apparatlarini narx-navolar bilan tanishib o'taman. Videomiz yoqdi, ya'ni like, podpisatsiyani bosib qo'yasiz. Qani boshladik. Hozirgi kunga birinchi ko'pchilik talab so'rayotgani, ya'ni benzinlik saralkalik suv nasoslaridan, ya'ni suv motopompalaridan ko'pincha dehqon akalarimizga chorvachilikda doim ishlatiladigan ko'pincha ehtiyojlari bo'ladi. Katta dehqon akalarimizga endi dalalarni suvlash kerak bo'ladi. Suv nasoslarini benzinligi va saralkaliklari haqida narx-navolardan tanishtirib o'tamiz. Qani boshladik. Endi sifati zo'r bo'lgan, ya'ni benzinlik pompalardan ko'rsatamiz. Bu mana ko'rib turishingiz mumkin. Olib ham ko'rsatamiz odamlarga tushunarli bo'lishi uchun. Ya'ni qirlik deyiladi. Qirlik suv chiqaradigan, ya'ni motori 1,5 kilovatli bo'ladi. Benzinda ishlaydi. Bu benzinda qanaqa ishlaydi? O'zi kasilkani motoridan qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni 1 litr benzinga 50 gram moy aralashtirib, bemalol qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. 1 soatiga 300 gram, 350 gram benzin xarajat qiladi, lekin kamida, ya'ni 1 soatiga 6 tonnagacha, 7 tonnagacha suvingizni bemalol chiqarib beradigan mana shu nasos bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini 850 ming so'm qilib beramiz. Bu qirligi. Xohlaganlar uchun mana 50ligi bor. 50ligini bu mayda motori ham bor, katta motori ham bor. Hozirgi ko'rsatadiganimiz, ya'ni mayda motor 50lik chiqaradigan. Bu bizda 1 soatiga 15 tonnaga yaqin suv chiqaradi. Sifati juda ham yaxshi. Buni ham xuddi shunday benzinga 1 litr moy aralashtirib qo'yib ishlatadigan variant bo'ladi. Kachalliklari ham bor, 1 yil garantiyasi ham bor. Zugunlari, обратный klapanlari hammasi komplektda qo'shib beriladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 900 ming so'm qilib beramiz. Endi kattaroqlariga o'tsak, kattaroqlardan, ya'ni 100ligini ko'rsatamiz. 100lik motopompamiz, ya'ni 7-8 kuchlik motor qo'yilgan, sifati juda ham yaxshi. Maslenli datchiklari bor. Buni komplektda zugunlari, обратный klapanlari, даже shlankalari ham qo'shib beriladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1 800 ming so'm qilib beramiz. 1 soatiga 400 gram, 450 gram benzin xarajat qiladi. 1 soatga suv chiqarib berishi, ya'ni 80 tonnagacha suv chiqarib beradi. Tikka podyomligi 30 metr bo'ladi. Tortib so'rib olishi 8 metrdan so'rib oladi. Yana qo'shimcha tushunmaganlarni telefon orqali ham ma'lumot beraveramiz. 76lik so'raganlarga mana 76-80 diametri o'zi bir xil bo'ladi. Kimdir 80 deb keladi, kimdir 76 deb keladi. O'zi bir xil bo'ladi. Komplektda zugunlari, hamma narsasi qo'shib beriladi. Bu ham shu 7-8 kuchlik motordan qo'yilgan, sifati juda ham yaxshi, 1 yil garantiyalari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1 350 ming so'm originali. Agar menga yo'q, menga puli sal yengilroq degan akalarimiz uchun bu yerda Asaman brendiga tegishlisi bor. Bu 30 metr shlankalari ichida qo'shib beriladi. Sifati juda ham yaxshi. Narxi 1 200 ming so'm chiqadi. 50lik 30 metr shlankasi ham, pajani shlankasi tekinga beriladi. Zugun komplekt, hamma narsasi bor. 1 soatiga 30 tonna suv chiqarib beradi. Maslenli datchiklari ham bor. Motorda sifati juda ham yaxshi. 1 yil kafolatlari ham beriladi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmati ham bor. Narxi 1 200 ming so'm. Xohlaganlarga 30 metr shlankasi bilan birga narxini 1 300 ming so'm qilib beramiz. Agar 100likni katta motorligini olaman degan akalarimizga 2 800 mingga 15-6 kuchlik motorligini ham bor. 100likni bu 1 soatiga 100 tonnaga yaqin suv chiqarib beradi. 30 metrlik pajanli shlankalari ham, ya'ni tekinga qo'shib beriladi. O'shani ham pulga hisoblasak, где-то 450 ming, 500 mingga sotib olishadi. Metraj. Xohlaganlarga kilometrga suv haydaydiman degan akalarimiz uchun dizelliklarni tavsiya qilamiz. Dizelliklarni qanaqasi? Katta bahaybat fermer akalarimiz uchun ham xohlagan yo'nalishda bor, ya'ni 76, 100, 150, 200 va 300 liklari ham bor bizda. 76ligi, ya'ni dizelligini narxini 5,5 million so'm qilib beramiz. Bular hammasi statorda bo'ladi, ya'ni akkumulyatorda. Damas akkumulyatordan bo'ladi, statorda, kalitda zavodit qilib o'chiradigan bo'ladi. Tortmasi ham bor. 1 soatiga 250-300 gram dizel xarajat qiladi. Bular nima uchun deyapmiz? Dizelliklar 1 kilometr, 2 kilometrgacha ham hatto bemalol suvingizni haydab bera oladigan dizelli motor shu bo'ladi, ham suvingizni zo'r chiqarib beradi. 100ligiga keladigan bo'lsak, 100ligini narxini 6 500 ming so'm qilib beramiz. Bunda ham damas akkumulyatorlar qo'yilgan. 1 soatiga 100 tonnadan oshiq suvni chiqaradi va tek podyomliklari kamida 1 kilometr, 800 metrga chiqaraman degan akalarimiz uchun dizellikni tavsiya qilamiz. Endi juda ham katta yeri borlarga dizellik 150 taliklarimiz ham bor, 200 taliklarimiz ham bor. U narxi 10 milliondan boshlanadi. 13 million, 14 milliongacha bemalol olsangiz bo'ladi.
Endi akalar ko'pincha aytishimiz mumkin, xonadonga ishlatishga qanaqa nasos olsak bo'ladi. Xonadonga agar ishlataman desangiz, avtomat nasoslarimizni tavsiya qilamiz. Bular original brendiga tegishli, Ubay, Rolf, Germaniya texnologiya. Bularning hammasi obmotkasi 100% mislik bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi. Podyomlari va tochkangizga qarab beramiz. Masalan, 250 taligimiz, bu degani 2 ta 3 ta tochkaga yetadi. Xonadoningizga, uy davlenangiz past bo'lsa yo kachalkaga ham qo'ysangiz bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 800 ming sotilayotgan nasosni ro'za Ramazon oyi muboragi bilan 590 ming so'mdan avtomat, mislik, 1 yil kafolatlari bilan, pechat talonlari bilan olib ketsangiz bo'ladi. Bular 100% original bo'ladi. Originalni qayerdan bilamiz desangiz, zavodda o'zi uyib yozilgan bo'ladi va yopiq korpusidagi mis obmotkali bo'ladi. Bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Hozir bu aytayotgan narximdan balandini alyumin obmotkasini beryapti boshqa joylarga. Katta bahaybatini olaman deganlarga ham narxini 1,5 million so'mlik narxini nasosni 750 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. 10 ta tochkagacha bo'ladigan. 12 ta tochkagacha bo'ladigan narxini 850 ming so'mgacha tushirganmiz. Uni bemalol narxi 1 million 800 ming so'mgacha sotilgan nasoslar hisoblanadi. Endi kachalkaga yo quduqdan tortib olish uchun cho'chqa nasoslarimiz kelgan. Endi buni kimdir qovun nasosi, kimdir cho'chqa nasosi deyiladi. Endi nomi shu o'ziga cho'chqaga mos chiqarilganiga. Bular kachalkaga ham tortib olsa bo'ladi. 1 soatiga 8 tona haydab beradi. Bu 6 tonaligiga adashtirmaysiz. 1 kilovatligi narxi juda ham arzon chiqadi. 1 million 100 ming 950 ming so'm sotilgan misli nasosimizda narxini 650 ming so'm qilib beramiz. Mana shu cho'chqa nasosimizda 650 ming so'm juda ham og'ir, sifati zo'r nasoslardan biri. Xohlasangiz mana QB60 nasoslarimiz bor. Narxi 500 ming so'm sotilgan QB60 nasosimiz narxini 330 ming so'mdan kelib bemalol Mototolsdan xarid qilishingiz mumkin. Xohlaganlarga ko'pincha aytishadi, dori apparatlar ham bormi deganlarga, endi suv nasosi ham ichida dori apparati ham qo'shimcha qilamiz. Bizda mana katta fermer akalarimiz uchun, dalalarga ishlatish uchun 50 metr shlankasi bor, dori apparatlarimiz bor. Bunda komplektda pistolet shlankasi bor. Xohlasangiz balonchaligi buni olsangiz bemalol komplektda 50 metr, 20 metr shlankalari tayyor bo'ladi. Bemalol bochkadan solib 1 tonami, 2 tonami uzoq qilib, masalan, dalangiz yo tiklisangiz bu betidan u betigacha bemalol o'zini bemalol olib borib ishlatsangiz bo'ladi. Bu narxini 1 million 800 mingdan boshlab, 1 million 500 mingdan boshlab 2 million 800 minggacha turlari bor. Sababi farqi nima desangiz, motorida, shlankasida farq qiladi. O'sha yo'nalishga ketaveradi. Xohlaganlar uchun mana bunaqa batareykalik dori apparatlarimiz ham bor. Batareykalik dori apparatni bilasizlar, bu ham ruchnoy, ham batareykalik dori apparatimiz. Ko'pchilik ishlatishadi. Endi dori sizon sepish uchun mana shuni ko'rsatamiz. Ya'ni buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 295 ming so'm qilib beramiz. 450 ming so'm sotilgan dori apparat, ham ruchnoy, ham elektrichеский batareykada zaryad qo'yib ishlataveradi. 295 ming so'm narxi. 15 litrlik, 25 litrlik benzinda ishlaydigan dori apparatimiz bor. Yelkaga taqib ishlaydigan, pompalari latunlik bo'ladi, original mahsulot. Narxi 950 ming so'm sotilayotgani, narxini 795 ming so'm qilib beramiz. Narxini 1 million 200 ming so'mgacha sotilayotgan original mahsulotni narxini 850 ming so'mdan xarid qilib olishingiz mumkin. Endi ko'pincha savol berishi mumkin, kanalni ichiga tashlaydigan paplovkalik nasoslaringiz bormi deganga. Paplovkalik nasoslarimiz bor, kanalni ichida tashlaydigan. Narxini originalni mana katta kilovatligini, ya'ni bu 1,5 kilovat bilan solishtirmaysizlar, 2 kilovatlik Rolf Germaniya texnologiyasiga asosida ishlab chiqarilgan. Narxini 1 million 900 ming so'm sotilayotgan nasosni narxini bor yo'g'i 1 million 400 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Va sifati zo'r bo'lgan nasoslarimiz Rolf mislik original. Kilovati 0,55 1,1 kilovatligini narxini 650 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Kattarog'i shunga qarab o'zgarib ketaveradi, narxi baland bo'lib ketaveradi. Sifati zo'r, hamma nasoslarimizga ya'ni 1 yil kafolatlarini beramiz. Undan tashqari bizda ko'pincha hozir sezonga moslab yangi mahsulotlarimiz ham kelgan, ya'ni gazona kasvetamiz, tremerlarimiz, ya'ni tremer deyiladi. Yelkaga taqib o'rash uchun bu tremerlarimizning narxini 850 ming so'm sotilayotgan tremerning narxini bor yo'g'i 590 ming so'mdan originallarini 1 yil kafolatlarini olib ketishingiz mumkin. Undan tashqari mana gazon o'rayman degan akalarimiz uchun bu kattasi bo'ladi, Germaniya texnologiya 40 ligi bo'ladi. Narxini 1 million 350 ming so'mdan kelib bemalol Mototolsdan xarid qilsangiz bo'ladi. Kimga shunaqangi sifati zo'r bo'lgan nasos, sifati zo'r bo'lgan instrumentlar kerak bo'lsa, bemalol Mototolsdan
xarid qilsangiz bo'ladi. Bizda katta instrumentlarimizni ham hozir olib kelib qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, telefon raqam va manzillarimizni tushuntirib o'tamiz. Ya'ni bizni manzilni so'raganlarga Toshkent shahri Sobir metrodan chiqqaningizda o'zi birinchi yo'nalishingizga to'g'ri keladi. Do'mrobod bozori ko'rinadi. Qarama-qarshi tarafda Facebook bozori, ya'ni Mototos do'konimiz. Telefon raqamlarimiz, ya'ni 95lik 816 94 94 va 99lik 576 37 37 O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz.